Eng arzon model kanalda arzon narxda Lacetti mashinasi bor. 2010-yil ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya avtomat mashina. 331 ming kilometr atrofida masofani bosib o'tgan ekan. Holatlari, umumiy turishlari chiroyli, balonlarning holati yaxshi. Laboyini pastki qismida ozgina treshinasi bor ekan. Lyuki ishlayapti, orqaga yurdi, oldiga ozgina qiynalyapti. Bitta o'shani ko'rsatib olasizlar. Kamchiliklari shu. Salonlarning holati yaxshi. Salonlari pokiza, chiroyli, himsiya qilish shart bas. Video registratorlari bor ekan, orqalarigacha pokiza turibdi. Temir metan gazlari bor. Motor hadovoy korobkalari yaxshi deyaptilar, o'tira stoplari bor ekan, orqa kameralargacha o'rnatilgan ekan, orqa kameralari ham ishlayapti. Aybi yo'q deyaptilar, yurish turishi yaxshi ekan. 30-40% atrofida kraskasi bor ekan, lekin mashina qo'rg'alari butun, ichlari butun, hamma yo'g'ini yaxshilab tekshirib olaverasizlar. Ishonchnoma ham beradilar, chiroyli holatda turgan Lacetti avtomat korobka mashina. Ishonchnoma ham beradilar, ishonchnomani olib olib, pastda sug'urta bo'lib qo'ymayman. Onlayn sirazi kirib sug'urtani qilib olib, dokumentlaring bitom bo'ladi. Bemalol qayerga bo'lsa haydab ketaverasizlar. $5000 ga bemalol telefon qilib baraka qilaverasizlar. Ofisimizda